Asli yalaqçı zadi kim? Merkamil Qashqari. Özüdeki ayıpni başqalarga döngeş arqalıq özünü aqlash dastlabki insoniyat tarixidan beri davomlashayotgan oddiy bir usul. Şuna o'g'ri doim boshqalarni o'g'ri, xoin boshqalarni xoin va yalaqchilarni boshqalarni doim podaqchi deb ayıplash arqalıq o'zining ayıbini yushirishga tirishidi. Shuningdek, chet ellardagi ma'lum kuchlarning yalaqchisi bo'lgan turchuqanchilarimi o'zlarining yalaqchiligini yushirish uchun Turkiyadagi diplomatik munosabat jihatda ko'rinarli unum yaratgan tashkilotlarimizni doim yalaqchi, Oq partiyaning podaqchisi deb fitna qilib kelmoqda. Aslida yalaqchilik mohiyat jihatdan butunlay shaxsiy manfaatni asos qiladigan bo'ladi. Boshqalardan ma'lum xususiy manfaatni qo'lga keltirish uchun qilinadigan taqsikashlikni, ya'ni birovga paskashlarcha xizmat qilishni bildiradi. Bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, Turkiyadagi tashkilotlarimiz biror yerlik partiyaning bayrog'ini ko'tarib, boshqalarni shu partiyaga bilet tashlashga undab, darvoza qiqib yurgani yo'q. Dal aksicha, Uyg'urlar orasidagi chatning yoki Fatullahchi terrorlik tashkilotining ta'siriga uchrab, Turkiyani qaralash safarbarligi boshlagan yalaqchi chuqanchilarning salbiy ta'sirini azaytish uchun behuda ayblashlardan saqlanish va to'g'ri diplomatiya yurgizish tarafdori bo'lib kelmoqda. Sharoit va vaziyat e'tibori bilan tangpungliq diplomatiyasi yurgizib, Sharq Turkiston davosining manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan shaklda davlat organlari bilan munosabatlarni kunsiri kuchaytirmoqda. Bevosita yuz ko'rishganda hech qanday gapdan va udul tanqid qilishdan yanmaydigan, ammo qilgan tanqidlarni to'g'rilarda cho'qan salmaydigan elastiklik siyosat yurgizmoqda. Az to'liq siyosat o'qigan, hech bo'lmaganda diplomatiyaning desini biladigan har qanday aql egisi muhojiratdagi Sharq Turkiston tashkilotlarimizning ishga oshirishi keraklik eng muhim diplomatik utuqlardan birisining o'zi turishliq davlatlarning har qaysi rasmiy organlari, ministrlari, parlament a'zolari va xalqaro jamiyatlari bilan yaxshi munosabat o'rnatish, dialog, muzokara va uchrashish qanollarini ichish ekanligini obdan biladi. Demek, teşkilatlarımızın afet chuqanchilari kutganidek Türkiye'ni tillab, varqirab, popoz qilish bilan emas, balki umumiy manfaatni ko'zlab, to'g'ri diplomatiya bilan ish qilishga tirishish podaqchilikmi yoki shaxsiy g'um va g'arazlarni ishga oshirish uchun, shundaqla o'zining qahramonligini bozor topqizish uchunla chuqanchilik qilayotganlar haqiqiy yaloqchimi? Buning javobi ancha qiyin bo'lmasi kerak. Qo'rqinch bilan qanotlantirib, Uyg'urlarni Turkiyadan to'zitish harakati. Muhojiratdagi Uyg'urlar bo'libmi soni eng ko'p, ammo kishilik qurilmasi eng murakkab hisoblanadigan Turkiyadagi Uyg'urlar har qanday chaqdikidimi bakrak o'zaro birlik, hamkorlik va uyul tashdek barobarlikka muhtoj bo'layotgan, shundaqla Sharq Turkiston davosining turk xalqi orasidagi tonilishi va diqqat tortishi butun tarixning eng yuqori pallasiga yetib, har darajalik davlat rahbarlari, har qaysi partiyalar, ministrlar va parlament a'zolaridan tortib, ommaviy tashkilotlar, nopozli televiziya kanalları, gazet, jurnal ve yerlik adli Türk qarindoshlargacha hammeylen alohida ko'ngil bo'ladigan seviyaga yetgan va Sharq Turkistonliklar bilan turklar o'rtasidagi mehr muhabbat tezli yukselishga o'tgan bir paytda ijtimoiy taratqularda orqasi qorong'u noma'lum shaxslar harakatga o'tib, Turkiya va davlat rahbarlariga haqorat qilish, turklar bilan bo'lgan o'zaro hurmat va muhabbatga kesilta to'kish, Sharq Turkiston tashkilotlarini yomon ko'rsatish orqali Uyg'urlarning Turkiyadagi ijtimoiy qurilmasining mustahkamlanishiga sal chog'lig'isiz darajada ziyon solish to'lqini ko'tarilmoqda. Türkçede felaket tellalları, yani afet tellalları deb atıldıgan, Uygurçada bolsa şumluq chuqanchiları desek bo'ldigan, bu chuqanchilarning sepiga afsuski ishning aslan mohiyatini yetarlik darajada bilmaydigan, g'arb dunyosidagi ba'zi ijtimoiy taratqu aktivlarining bas-basda hamdamda bo'lishi bilan Turkiyada Xitoyning qo'rqu virusi, Xitoyning kutkunidimi bakrak bozor tepishga boshlamoqda. Natijada Xitoyning Uyg'urlarni Turkiyadan ziriktirib, nafratlantirib, o'rkitib, tozitish va oson qo'lga tushiroladigan boshqa davlatlarga yuzlantirish o'yini qisman ishga ishib, qo'rqishdan iborat birla qanot bilan harakat qiladigan, Turkiyadan boshqa yerlarga ketish uchun to'yiq yo'llarda timsiqlab, chegaralarda saxta pasport, o'zgartirilgan kimlik hujjatlari bilan tutilib qoladigan, chegara atlab boshqa davlatlarga borganida Turkiyaga qaytarib o'tiladigan, hatto ba'zilar shu davlatda Xitoyning oldini qurib qo'ygan qopqoniga tushib, Xitoyga elib ketiladigan va yoki odam etkazchilarining qo'lida allaqandoqdir qiyiqlarga minib, dengizlarda izdiraksiz yo'qolib ketadigan ahvollar pat-pat ko'riladigan, Turkiyadagi tashkilotlarimiz da'vo bir chetda qilib, shu har haftasi bir qanchasi ko'rilib turadigan masalalarga butun energiya
energiya va vaqtini sarf qiladigan ishlar ko'paymoqda. Shu vajdan bütün xizmat nishonini Turkiyadagi Sharq Turkistonliklarni xotirjam qilish va bexatarlikni kapolatga ega qilishga markazlashtirishga majbur bo'lgan ma'rif va hamkorlik tashkiloti qatorliq aktiv jamiyatlarimiz kech-kunduz demasdan mas'ul rahbarlarning darvozasini qiqib, har xil do'q malomatlarga va miqida kulishlarga lavchishlab, qo'lga keltirgan natijalarini shundaqla Uyg'urlarning hech bir davlatga qaytarilmaydiganligi haqidagi davlatning konkret belgilamasini oshkora jakarlamoqda. Bu orqali xalqning qalbini tindirib, malmonchilik va kelgusidagi yuz berish ehtimoli yuqori bo'lgan so'roqchilikning oldini olishga tirishmoqda. Xalqni qalaymiqan harakat qilmaslikka chaqirishni davomlashtirmoqda. Bu ish tasmisi Xitoyning qo'lida bo'lgan maqsadlik cho'qanchilarning o'yinini buzishga boshlaganga o'xshash, G'arb va Yevropada kunsiri avjilayotgan islamofobiya, islomga o'chmanlik qilish, Türkofobiya, Türklarga dushmanlik qilish iqimining ig'ir ta'siriga uchirgan yoki hech bo'lmaganda Fethullah Gülen nomli terrorchi shaytonning Turkiya hukumatidan intiqom olish uchun oldiga uchirgan hamma odamga datlab, o'zlarini mazlum, Turkiyani zolim ko'rsatib, vaysabla yuradigan qochqin muridlarning safsatalaridan ta'sirlanib ketgan va o'ziga Fethullahchilardan bakrak Turkiyani yomon ko'rib ketgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning titan tomiriga tegishga boshlamoqda. Bir tarafdan hammadan to'liq xabari bor turg'uliq ma'lum tashkilotga bo'lgan ko'ralmaslik, shaxsiy g'um va adovati sababidan qasdan bilmaslikka silayotgan atalmış siyosiy rahbarlar bu tirishchanliklarni Turkiyaga po'doqchilik, hukumatga yaloqchilik, biz degan Allohdan boshqasidan qo'rqmaymiz. Shunga Turkiyani tadqiq qilishdan chekinmaymiz degandek dabdabalik so'zlari bilan ham qahramonliklarni bozor topqizish, ham tashkilotdan o'chini ilib olishning piyiga tushgan bo'lsa, yana bir tarafdan tekshirib tadqiq qilib beqishni yoki munosabatlik shaxs va yoki tashkilot mas'ullaridan bevosita ma'lumot so'rab, konkret tafsilotlarni bilib beqishga urinmayla sakrab ketadigan ziyoli bilarmanlarimiz va yoki o'ziga kusar pichalmasimi, boshqalarga cho'qim ton pichmasa, ko'ngli yirim bo'lib qoladigan chaqqun harlarimiz bilan birga hamma ishqi hissiyot bilan muomala qilib, kimbek varqiri olsa, shuni dahi hisoblab ko'nib ketgan aq ko'ngil qarindoshlarimizmi bu cho'qan sulalarning oqibatini va keltirib chiqaradigan natijasini o'ylashga ulgurmay, shumliq cho'qanlarning dipiga usul o'ynashga boshlamoqda. Natijada tillab, varqirab popozi qilish bilan ish hal bo'ladigan notchilarning davri o'tib ketdi. Hozir turishliq davlatlardagi masalalarimizni hal qilish uchun shu masalada to'liq huquqliq davlat mas'ullari bilan eng yaxshi dialog o'rnatib, xalqaro siyosat va diplomatiya qoida qonunlariga mos saviyalik munosabatni mustahkamlash bilan hal qilishdan boshqa chora va imkoniyatimiz yo'q. Shunga tashkilotlarimizning o'zi turishliq davlatlarning mas'ullari bilan yaqin munosabat o'rnatilganligi da'voyimizga nisbatan sal qarashga bo'lmaydigan oqilonalik va cho'ng utuqlardan birisi deb o'ylab, masalalarning allaqachon qilinishiga emas, hal qilinishiga markazlashadigan so'g'uqqan tamkinligimiz yo'qolishga boshlamoqda. Şunu mana hozir qo'lida muddatsiz iqomati bo'lgan terror gumondori bo'lib qilishdek hech qanday masalasi bo'lmagan qarindoshlarimizni Turkiyaga va Turkiyadagi harmay xizmat qilayotgan tashkilotlarga ishonmay, odam atkazchilarga ishonishni oqilonalik hisoblamoqda. İlgili tashkilotlarimizni kafir, murtadga chiqarib qilingan yordamlarni bu kafirlarning sadiqasini yesak bo'lmaydi deb rad qilganlarni unutgan Daesh mastonalarimi amdilikda Yevropadagi xristian va yahudiylarning sadaqa, zakotiga jon atadigan holga kelmoqda. Bu o'rinsiz qo'rqinch virus sababidan hele Bosniya Hersegovinadan, hele Makedoniya, Romaniya, Ukraina, Dubay va ba'zi arab davlatlarining aerodromlaridan, ba'zida Gretsiya yoki Italiya sahillaridan, yana ba'zida Iran, Iroq, Suriya chegaralardan tutilib, Turkiyaga qaytarilayotganlarning soni oshishga boshlamoqda. Hatto umidsizlikda jondan to'yib, Daeshchilar bilan telefon va boshqa vositalar orqali qaytadan aloqalashishga o'tgan hamoqatlarimizmi pat-pat ko'rilmoqda. Şunu ta'kidlab qo'yish kerakki, bunda qonunsiz safarlarda boshlarga keladigan baloyi qazoga nisbatan umidsiz, sodda qarindoshlarimizning hamoqatligining qanchalik javobgarligi bo'lsa, ijtimoiy taratqularda oldi keydini va ta'sirini o'ylashmayli cho'qan silib yuradigan falokat tallallari, ya'ni afat tallallarining yana shunchalik javobgarligi bor. Balki hech o'ylamagan baloga uchrab, Xitoyning munosabati yaxshi davlatlardan tutilib ketgan yoki yo'lda qazoga yo'liqib, izdirga tepilmayotgan va yoki umidsizlanib o'lsam o'lay deguncha yana ashu Daesh terrorchi ablaqlarining yoniga kirish qaroriga kelgan qarindoshlarimizning vaboli qiyomatda ashu tor cho'qanchilarning ustida bo'lganligi aniq. Tükürük yaloqchilari.
Shvetsiyaning London Universiteti klinika ilmiy professori Oli Sorens it mushuklarning jarohatlarini yalash orqali texmi tez saqaytish usulini atrofliq tadqiq qilganligini, tükürük va sho'lgaydagi vitaminli xarakteriga ega hujayralarning terini jonlantirib, immun inkasini kuchaytirganligini o'ttirib qo'ygan hamda kelgusida tükürükdan terini yaxshilash to'g'risi ishlab chiqarishga bo'ldiganligi haqida ilmiy maqola e'lon qilgan. Biz Uyg'urlarmı numussiz va to'la ayıplanib, hatto yuziga tükürsimi parvasiz yuradigan odamlarni uzun zamonlardan beri yuzi qilin, yuziga eshakning terisini chaplab olgan deb ta'riflab kelmoqdamiz. Bu ta'rifni yuqoridagi shvetsiyalik professor Oli Sorensen aytgandek, tükürük va sho'lgaydagi hujayralarning terini jonlantirishga bog'lab tushuntirish orqali numusni bilmaydigan qalin insonlar kishilar yuziga tükürgen taqdirdimi, yuzidagi tükürükni yalab o'tib yoki yuziga surkib o'tib vitamin olg'achqa yuzining terisi qilinlashgan deb ilmiy tushuntirsakmi xatolashmasak kerak. Darvaqa g'arb tadqiqotchilari o'ttirib qo'ygan tükürükdən vitamin ilish texnikasi aslida klinika sohasida cheklanib qolmasdan ijtimoiy aloqa, siyosat, axborot, tashviqot va ijtimoiy taratqu dunyosida keng ishlatilishga boshlagan. Bo'libmi kommunistlar dunyoning har qaysi joylarida tükürük yaloqchiligi va tükürükdən vitamin ilish taktikasini tashviqot sohasida ishlatishning boshlamchilari bo'lgan. Masalan, Misr Kommunistik Partiyasining asosini salg'uvchi va Misr Milliy ozodlik harakatining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Yahudi Henry Kurilning ayni chaqda kommunist murtlardan birisi kommunizm haqida bir qancha parcha kitob yozgan. Lekin kitoblari setilmay besilib qolgan. Shuning bilan Yahudi kommunist ustozi Henry Kurilning tavsiyasi bo'yicha til haqoratdan energiya hosil qilish, ya'ni tükürükdən vitamin ilish taktikasini ishlatib, o'zini tanqid qildirish orqali kitobning bozorga chiqarmoqchi bo'lgan. Ma'lum bir kitobida ayni chaqdagi Misrning atoqli diniy olimi va davlat muftisiga shundaqla islom diniga ig'ir haqoratlarni qilganligi haqidagi uchurni juma xutbasidan ilgari muftining quloqiga yetkazgan. G'azablangan Misr muftisi juma xutbasida hiliqi kommunistning ismini atayin tilga ilib, uning kitoblarini qat'iy o'qimaslik kerakligini va uning islom dushmani ekanligini e'lon qilgan. Müftünün agahlandırışı gazetlarda e'lon qilinishi bilan tang hiliqi kommunistning setilmagan kitoblari Misrda bozor topgan. Xo'sh, mana bu nuqtadan nazar solganimizda amdiki vaziyatda ijtimoiy taratqu va WhatsApp guruhlarida Sharq Turkiston tashkilotlarini va millat uchun qo'lidan kelishicha xizmat qilayotgan jafokash tashkilot rahbarlarini tillab yuradigan pasandilarni yuqorqidek tükürükdən vitamin oladigan tükürük yaloqchilari desak, hargiz oshirib o'tgan bo'lmaymiz. Chunki ularmı Misrdagi kommunist Yahudi Henry Kurilning mazkur murtiga o'xshashla atoqli shaxslarga haqorat qilish orqali o'zining bozorini chiqarishni va buning uchun qancha ko'p yuziga tükürilsa, shuncha ko'p vitamin ilishni kasb qilib olgan dab yuzlar ekanligini qancha qitimlab isbotlab oldi. Qarasangiz, hambarligan fitnalarining ostiga qanchilgan ilmiy tanqid, til haqorat va tükürüklarning chaplashib turganligini ko'rasiz. Lekin yanıla hech biriga parvosiz tushgan tükürüklarni yalab o'tib yoki yuz ko'ziga surkib o'tib, voy mancha inkas, mancha belgi chupdi, mancha laqva hambarlashib biribdi deyishginicha hijishib, Xitoyning o'rniga tashkilot rahbarlarini g'ajashni davomlashtirayotganligini ko'z oldingizga keltira olasiz. Sharq Turkiston tashkilotlarining obrazini xunuklaştirishni asosli nishon, ilg'or da'vo odamlarni tanqid qilishni qahramonlik, boshqalarga tuhmat va haqorat qilishni bilamanlik hisoblaydigan bundaq tükürük yaloqchilarga taqobil turishning eng yaxshi chorasi ularning kutganidek zakonlashish va ularning pastkash saviyasiga tushib berish emas, balki do'stlik chembirkidan va har qaysi ijtimoiy taratqu guruhlardan chiqarib tashlash orqali yetim qoldirishdir. Belkim yüzüge tegadigan tükürüklerimiz azlasa, yani hambarligan uchurlari e'tiborsiz qolsa, tap yuzlari vitamin ololmaydi bizlab, o'lgan numus hujayraları qayta tirilib qolsa ajab emas. Unutmaylikki, qandaqlı chaqda birer masala ko'rilgan va yara ichilgan hamon qurut qo'ng'izdek atrofiga paydo bo'lib, yaradan qon emish yoki yarani tuxumi maynatlashtirib, atrofga mikrob chichish va xalqni sarosimga silishni, qahramonlik shahvatini qondirishning taqozosi qatorida ko'rilgan torcho'qanchilarning bema'ni uslubi masalalarimizni hargizma hal qilib berolmaydi. Dal aksicha, masalalarimizni haqiqiy hal qilganlar yanada daptarangishitmay, usul qoidasiga uyg'un tamkin harakat qilganlardir. Shuncha cheklik imkoniyat doirasida qo'ldan keldigandanmi necha hassa ortiq xizmat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari hammamizning qo'llashiga va kuchiga kuch qo'shishimizga muhtoj. Tashkilotlarimizning kuchayishi, da'voyimizning kuchayishi bo'lganiga o'xshash, tashkilotlarimizning va tashkilot rahbarlarining obrazimi Sharq Turkiston da'vosining obrazi bilan bir butundir.
uni qo'g'dash hammamizning majburiyatidir.